endi kelinglar biroz murakkabroq qatlamlarga ham kirib ko'ramiz. Xo'p, demak, menda hozir faqatgina customer controller degan bitta kontrollerim bor edi va bunda customer hamda dashboard degan yo'limiz bor. Ana endi kelinglar, bizga admin controller ham qo'shilsin, ya'ni admin controller va admin controllerdan tashqari bizada yana moderator controller ikkita kontroller qo'shamiz. Xo'p, ikkita kontroller qo'shganimizdan keyin buni har birida bittadan endpoint yozamiz. Xo'p, demak, REST controller request mapping bu admin yo'li bilan boshlanadigan kontrollerimiz bo'ladi va buni ichida bitta public response entity admin dashboard, ya'ni admin dashboard nomli bitta yo'l yozamiz. Ya'ni get mapping admin dash return response entity dot ok admin dashboard. Xo'p, bu demak shunchaki admin dashboard degan yozuv qaytarsin. Moderator dashboard bo'ladigan bo'lsa, shunchaki moderator dashboard. Xo'p, bu ham albatta REST controller bo'ladi va request mapping moderator yo'liga borsin. Xo'p, demak bizda moderator dashboard hamda admin dashboard yo'llarimiz bor. Ana endi bu yo'llarni men qanaqadir qilib yopishim kerak, chunki admin yo'liga istalgan odam bora olmasligi kerak va moderator yo'liga ham istalgan odam bora olmasligi kerak. Men aynan shuni xohlayapman. Xo'p, uning uchun men configni ichida security ga aytaman, AUS ga hammaga ruxsat ber va yana bitta request matcher qo'shamiz, ya'ni qaysi endpoint, ya'ni admin bilan boshlanadigan va undan keyingi barcha yo'llarga. Agar buni qo'yadigan bo'lsanglar, faqat adminni o'zini tekshirayotgan bo'lasizlar. Agar bundan keyin bitta yulduzcha qo'ysanglar, admin yo'li va undan keyingi qaysidir bitta yo'liga ikkita yulduzcha qo'yadigan bo'lsanglar, misol uchun admin dash info nimadir xullas oxirigacha ketadigan yo'llarni barchasini ochgan bo'lasizlar, ya'ni admindan keyingi, ya'ni ikkita yulduzcha orqali. Ikkita yulduzchani o'rniga bitta yulduzcha qo'yish, ya'ni admin dash yoki admin nimadir, ya'ni nimadir bitta keyingi yo'lni ochadi. Agar ikkita keyingi yo'lga kiradigan bo'lsa, demak u yo'lga ruxsat bermaydi bitta yulduzchani o'zi. Ikkita yulduzcha qo'yadigan bo'lsalar, istalgan keyingi yo'llar, ya'ni admin bilan boshlangan istalgan keyingi yo'llar. Admin bilan boshlangan har qanaqa yo'llarga has role bilan beramiz. Has role admin. Admin degan roli bor odamga ruxsat bergin deb aytamiz. Xo'p, demak admin yo'liga faqatgina admin degan odam bora oladi, ya'ni admin roliga ega odam va copy paste qilamiz. Moderator yo'liga faqatgina moderator bora olsin. Xo'p, endi dasturni bitta ishlatib ko'ramiz va credential yordamida tekshirib ko'ramiz, ya'ni moderator dashboardni ham, admin dashboardni ham hamda customer dashboardni ham. Xo'p, bu oddiy user. Esinglarda bo'lsa, ro'yxatdan o'tgan hamma userlar oddiy user sifatida ko'rilinar edi. Ana endi men shu userni bitta tekshirib ko'raman. Xo'p, demak, birinchi navbatda tekshirib ko'radigan bo'lsam, hozir bu customer dashboardga ruxsati bor ekan. Ana endi men buni xo'p, ikkita boshqa yo'llarga, ya'ni admin dash hamda moderator dashga berib ko'raman. Xo'p, bir xil tokenlar yordamida borib ko'ramiz. Xo'p, demak, dashboard yo'li shunchaki ro'yxatdan o'tgan odam bo'lgani uchun hammaga ochiq, lekin admin yo'liga ko'rib turganlaridek yana 403. Chunki bu admin hamda dashboardga borish uchun bu userimiz yoki admin yoki moderator bo'lishi kerak edi bu yo'llarda. Lekin bizani ro'yxatdan o'tgan userimiz oddiy user bo'lgani uchun bu yo'llarga ruxsat bermadi. Hozir kelinglar, adminni ro'yxatdan o'tkazish uchun securityga o'zgartirish kiritmasdan shunchaki initial commentga, ya'ni admin hamda moderatorni ham qo'shib qo'yamiz. Xo'p, yana bitta
moderator moderator set moderatorni save qilamiz, ya'ni admin, user hamda moderator. Xo'p, va men admin uchun bitta user create qilaman. User admin user teng new userga hamda admin userning set username admin bo'ladi. Set roliga adminni beramiz va admin userning set passwordi admin bo'ladi. Faqat eslasanglar, bizda passwordni enkod password encoder yordamida qulflagan edik. Xo'p, password encoder kerak bo'ladi, chunki enkodlangan passwordlarni match qilgan edik. Password encoder dot encode admin. Admindan tashqari men yana bitta userni create qilaman, ya'ni bu user. Moderator userni ham create qilamiz. Moderator hamda moderator. Xo'p, demak, ikkala userni ham men hozirchalik shunaqa tarzda create qilaman. Keyingi qanaqa qilib create qilish bu biznes logikaga bog'liq, o'zingizlar hal qilasizlar. Xo'p, user repository save admin user bunga collection berishimiz kerak edi. List of. Demak, ikkala yuzini ham saqlanib qilib bazaga save qilib qo'yamiz. Xo'p, login uchun shu yuzerlardan foydalanaman hozir va ko'rib chiqamiz qaysi yo'llarga kimda ruxsat bor ekan. Xo'p, dastur ishga tushdi. Hozir Abror oddiy user yo'q tizimda, uni create qilamiz va Abror uchun bitta token olamiz. Xo'p, tokenlarni kommentariyada saqlab qo'yaman men. Demak, birinchi tokenimiz Abror. Bu Abror uchun. Xo'p, bu adminimiz uchun. Hamda moderator uchun. Xo'p, birinchi navbatda Abror orqali butun bir anaqani API'larni testlab ko'ramiz. Xo'p, demak, uchala endpointga ham Abrorni tokenini qo'ydik. Demak, dashbordga ruxsat bor Abrorda. Xo'p, keyingisi admin uchun ruxsat afsuski yo'q, hamda moderator uchun afsuski yo'q. Ana endi keyingi qiladigan ishimiz xuddi shuni admin orqali ham tekshirib ko'ramiz. Copy qilamiz va barcha tokenlarning o'rniga admin tokenini o'zgartiramiz. Xo'p, o'zgartirgandan keyin dashbordga authenticationdan o'tgan barcha userda ruxsat bor edi, shuning uchun adminda ham bor. Ya'ni customer dashboard uchun. Endi admin dashboard uchun ham ko'rganinglardek, xo'p, 403. Nimaga deyishinglar mumkin? Chunki biz userning ichida hali authority'larini set qilishni ko'rmagan edik. Ya'ni eslasanglar, bizda
get authorities degan narsa bor edi. Aynan shunga biz rollarni set qilishimiz kerak edi. Rolni berganmiz, lekin rollarni authority sifatida bermagan edik. Aynan sizlar rolga tekshirgan paytinglarda mana shu authoritylarni ichidan tekshiradi. Uning uchun men shunchaki mana shu rolni olib, rolning get rolini hop name'ini beraman. Xo'p, va bu ko'rib turganlaringlardek collection granted authority qabul qiladi. Men unga string bera olmayman. Shuning uchun buni bolasi new granted authority ni berib yuboramiz. Xo'p, granted authority is abstract. Xo'p, simple granted authority, ya'ni uning bolasini beramiz. Xo'p, authority esa rolini berib qo'ydim va yana bitta narsa esinglardan chiqmasin, rolni yozayotgan paytda sizlar mana bu keywordni qo'shishlar kerak, ya'ni rol hamda pastchiqchani. Buni nimaga qo'shilishini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, birinchi tekshirib olaylik. Xo'sh, bazada user hamda moderatorlarim bor bo'lgani uchun ularni qaytadan ro'yxatdan o'tkazib o'tirmayman, chunki token har doim bir xil tarzda generatsiya bo'ladi. Xo'p, adminni tekshirgan paytimda admin dashboard yo'liga kela oldi, customer dashboardga, va admin yo'liga ham ana endi ko'rsanglar keladi, admin dashboard. Lekin moderator yo'liga afsuski u kela olmaydi. Xo'p, endi moderatorni ko'ramiz va moderator ham qaysi yo'llarga ruxsati bor ekan. Xo'p, uchala tokenga o'zgartiramiz. Albatta, customer dashboardga ro'yxatdan o'tgan har qanaqa odam kira oladi, lekin admin dashboardga afsuski moderator ruxsat yo'q va moderator dashboardga kiradigan bo'lsak, moderator dashboardga moderatorning o'zini huquqi bor. Xo'p, nima uchun bunday bo'ldi? Ya'ni userdagi get authorities nima qilib berardi? Ya'ni sizlar securityda mana bu yerda has role deb tekshirgan paytinglarda mana bu yerda joylangan, filtrda joylangan userni get authoritylarini ichida mana shu rolni qidira boshlaydi. Chunki biz filtrda esinglarda bo'lsa, authentication yasayotgan paytda authorities degan fieldni bergan edik authenticationga. Aynan mana shu yerdagi authorittiesdan rolni qarab tekshiradi mana bu cheklar. Xo'p, endi nima uchun userni ichida mana bu role degan qo'shimchani qo'shdik? Chunki sizlar mana bu has role admin deb tekshirgan paytinglarda has role ni ichkarisida, ya'ni mana bu has role, adashmasam role prefix, mana rollarni role degan prefix bilan boshlanadimi deb tekshiradi va role degan prefixga mana bu yerda berilgan rolni qo'shadi. Ya'ni bu avtomatik jarayon hisoblanadi, sizlarga bog'liq emas. Shunchaki has role deganinglarda has role admin deydigan bo'lsanglar, u rol pastizgacha admin, rol adminni qidirib boshlaydi. Aynan shuning uchun ham sizlar o'zinglar custom holatda role degan narsani ham userga qo'shib qo'yishlar kerak. Ya'ni rol admin, rol moderator, rol user sifatida mana bu rol hamda pastizg'ichani qo'shishlar kerak. Chunki securityda mana buni tekshirgan paytinglarda bu xuddi shunday emas. Ichkaridan qo'shadigan narsasi rol hamda pastizg'ichcha, mana bu prefix avtomatik tarzda qo'shib qidiriladi. Shuning uchun ham has rolda mana shu rol qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ldi user klassida. Xo'p, menimcha bu tushunarli bo'ldi. Ana endi sizlar bilan yana bitta ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan narsa, xo'p, esinglarda bo'lsa, admin moderator yo'liga bora olmadi, lekin adminga qanchalik to'g'ri moderator yo'liga yubormasligimiz, u admin-ku. Xo'p, shuning uchun has role dan tashqari has any role tushunchasi ham bor. Bunda bir nechta rolni qo'shishlar mumkin bo'ladi, ya'ni adminni ham qo'shib qo'yaman endi. Ya'ni moderator yo'liga yoki moderator yoki admin bora olsin degan qo'shimchani qo'shib qo'ydim. Endi ishlatadigan bo'lsak, demak, user hamda adminlarimiz avtomatik tarzda qo'shiladi. Demak, mana bularni yengilab o'tirishim shart emas. Xo'p, bu yerda turgan token moderatornikida adashmasam, oxirgi holatda, demak, ochiq yo'liga, ya'ni authoritydan o'tgan har qanaqa userlar uchun bo'lgan yo'lga, customer yo'liga ruxsat bor. Xo'p, admin yo'liga moderator uchun ruxsat yo'q, lekin moderator yo'liga moderator uchun ruxsat bor. Ana endi adminni tekshirib ko'ramiz. Adminni tekshirib ko'radigan bo'lsak, xo'p, admin
hamma authentication o'tgan yuzerlar uchun yo'liga ruxsati bor, admin yo'liga ruxsati bor va undan tashqari moderator yo'liga ham ruxsati bor. Demak, ko'rib turganinglardek, adminni hamma yo'llarga ruxsatdan berib qo'ydik. Ya'ni has any role bunda bizga yordam berdi.